Alaykum rahmatullohi barakatuh. Uskasar jamoasining a'zo obunachilari, bizning qadrdon mijozlarimiz. Xo'p, qadrdonlar, Ford Bronco Badlands 207 EcoBoostda mana yetib keldi bizga. Bir dona turibdi o'rtoqlar, 2024-yil 10-oyda yo'l tanlamaslardan biri bo'ladi-da. Keling yaqinroq kelib ko'rsatib keting. Xo'p, yo'l tanlamas diska balonida turibdi. Badlandsni bilasizlar, Wildtrakdan balandroq yuradi. Buni hadovoyda darabotkasi bor. Mashinamizni keling bitta ko'rsatib ketaylik. Rangi ham bir dona ajoyib bo'lib turibdi. Poni tomlari yechiladi buni. Poni elektrik paketda. Bismillah. Mana orqalarini ham ko'rsing. Poni yechiladi. Bu ranglarga o'xshab poni tom yechiladi. Eshiklargacha yechiladi bunda. Keling aylanib o'taylik. Endi ichki qismiga birga o'tamiz. Ichki qismini ko'rsatamiz. Bismillah. Hop. Eshiklar tomlar yana qaytaraman yechiladi. Eshiklar ramkasiz, eshiklar ham yechiladi o'rtoqlar bunda. O'rtoqlar bu qumga, hop, qorga, hamma joylarda komfortlari bor. O'rtoqlar har bitta yo'nalishga komfortlari bor. Mashina pon elektrik paketda o'rtoqlar ko'rib turganingizdek. O'rtoqlar mashina bir dona, narxi ham mana shu videoni tagida bojxona, yo'l kira hammasini yozib qo'yaman. Haqiqiy yo'l tanlamas, haqiqiy brutalniy Bronco, Ford Bronco, mana e'tibor bering. 4x4, orqaga treylerga ham, fartkopga ham joylari bor. Orqa differensialli blok bo'ladi, val blok bo'ladi, peredniy blok bo'ladi. Mana hamma funksiyalari bor. Bitta ko'rsatib o'tib keting. Mashina tayyor o'rtoqlar. Mana shu videoni tagida bojxona, yo'l kira yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh.